Qalandar bo'lganim bo'lgan. Mehmonlarimizning talablariga ko'ra demak qalandarni eshitamiz. Tirkam naridan nariyay ustida saridan qatarda tirkam naridan nariyay ustida saridan kechdim dunyangning boridan qalandar bo'lganim bo'lgan kechdim dunyangning boridan qalandar bo'lganim kimga yaycharaman bugunlar jurak boraman jurakni kimga yaycharaman dunyo talag'ini beraman qalandar bo'lganim bo'lgan dunyo torlig'ini bilaman qalandar bo'lganim bo'lgan ekan dunyo armoni tenamda qolmadi darmoni ko'p ekan dunyo armoni tenamda qolmadi darmoni badarda ursay armani qalandar bo'lganim bo'lgan badarda ursay armani qalandar bo'lganim bo'lgan Allohdan farmon kelguncha kelib jonim olguncha Allohdan farmon kelguncha kelib jonim olguncha israfil surur chalguncha qalandar bo'lganim bo'lgan israfil surur chalguncha qalandar bo'lganim bo'lganay darbadar bo'lganim ovozingizga ko'z tegmasin, ijodingizga omad tilab qolamiz. Samandar baxshini men nima uchun hurmat qilaman degan savol. Samandar baxshi tan olish kerak, yaxshigina chertag'on. Do'mbirani yaxshi chertadilar. Badihago'ylikda ham zo'r. Endi baxshini mahoratini baxshilar chertag'onligi bilan ham baholaydi-da. Shunday. Ovozi bilan ham baholaydi, chertag'onligi bilan ham baholaydi. Shunday. Farhod aka, gapingizni bo'lsam ham endi bizni yoshlarimizda hali yana bittagina kuy bor va